Shu darajada bu kislotami bu? Vitamin. Nahotki biz mana shu narsani iste'mol qilamiz, vitamin deb. Bu ma'lumot o'ta muhim ma'lumot. Bu videoni o'tkazib bormang va oxirigacha ko'ring. Kiyimimga e'tibor bermaysiz. Kun bo'yi uyda bo'ldim, ozgina mazam qochdi. Odatda men hech kasal bo'lmayman. Bo'lsa ham ozgina boshim og'rib, qo'yib yuborishim mumkin yoki ba'zida shamollab turaman. Shu boshqa jiddiy bir hech qanaqa bir kasalga yo'liqmaganman. Lekin qaranglar, sizlarga aytmoqchi bo'lganim, men bu vitaminlarni olib iste'mol qilishni, ichishni boshlagandim. Omega 3, vitamin D3, o'sha vitamin D, kalsiy, sink. Xullas, mana shu vitaminlarni ichishni boshlagandim, lekin menda shunaqa bo'ldiki, oshqozonimda qanaqadir og'irlik paydo bo'ldi, og'rishni boshladi. Endi mana shularni ichishni boshlaganimdan keyin to'xtatdim. Chunki men hech dori ichmayman, bilasiz. Buni ko'p marta aytganman. Kimikal dori ukollardan umuman foydalanmaydigan insonman. Keyin bularni endi yoshim o'tyapti, organizmga barcha vitaminlar kerak degan maqsadda aslida tabiiy vitaminlarni doimiy berib boraman, lekin baribir kamlik qiladi degan maqsadda endi bularni sotib olib men ichishni boshlaganman. Keyin shunday bo'ldiki, o'sha oshqozonim og'ridi, bu narsani men to'xtatdim. Oshqozonim rostdan ham og'rimay qo'ydi. Keyin xolodilnikda saqlab, hozir yana bir ichib ko'raychi, balki endi yoqar degan maqsadda yana o'sha mana shu to'ralasini ichishni boshladim. Menda yana qattiq oshqozonimda yana og'rib boshlandi. Balki faqat endi menga shunaqadir. Lekin hozir bitta video ko'rib qoldim. Sizga muhim aytmoqchi bo'lgan narsam, omega 3 ni eksperiment qilayotganini ko'rib qoldim. Qaranglar, bu to'ralasi ham, to'rala vitamin ham eng sifatli va oliy amerikanskiy qimmat, eng qizig'i qimmat, eng kamida qanchaga oldim? 1 million 300 qanchaga ham tushgan mana shu to'ralasi. Xullas olganman. Arzon, sifatsiz emasda, endi sifatsiz olib qo'ydim. Agar sifatsiz bo'lsa, balki og'ritgandir demoqchi bo'lsanglarda, o'zimdagi omegani sinab ko'rmoqchiman. Buni sizlar bilan hozir mana ko'zinglar oldida bu narsani qilaman. Lekin agar hozirgi eksperimentim yomon bo'ladigan bo'lsa, demak men bulardan butunlay voz kechaman. Sizlarga ham o'ylab ko'rishinglarni va o'zinglardagi o'sha omega 3 ni, umuman vitaminlaringizni yana qaytadan tekshiruvdan o'tkazib, omega 3 ni, o'zingiz ichayotgan omega 3 ni siz ham eksperiment qilib ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Qarang, hozir buni omega 3 ni olib, uchini teshib olamiz. Yog'ib ketdi. Bizga kerak bo'ladi, oddiy mana bitaviy texnikalardan chiqadigan poklar bor-ku, oddiy pok. Shu pokni ustiga qo'yamiz. Haqiqiy bo'lsa va inson organizmiga foydali omega 3 bo'lsa, so'rilish qiyin bo'lib, o'sha joyning o'zida so'rilib ketar ekan to'g'rilikcha. Lekin omega 3imizda kimyoviy vositalar bo'lsa, qanaqadir inson organizmiga zararli kimikatlar qo'shilgan bo'lsa, shunaqa bo'lar ekanki, tez so'rilib, hozir kamerani. Agar haqiqiy omega bo'lsa, u so'rilib o'sha yerda yo'q bo'lib ketar ekan. So'rilish juda ham qiyin bo'lar ekan. Lekin bu yerda qarang nima bo'ldi. Yamirilish. Oho, qarang. Yumshoq bo'ldi, ajoyib boshqacha bo'ldi. Butalanib ketdi, yerga bordi. O'sha vaqtida to'xtatibman. O'zimning organizmim shunaqaki, dori ukollarni qanaqadir atkaz beradi. Bilmadim nimaga. Xohlamaydi. Mana shunaqa holatdan men oshqozonimni va organizmimni saqlab qoldim. Balkim sizdagi haqiqiy omegadir, lekin imanda mana shu omega shunaqa ekan. Men buni uchun musorga tashlab boraman. Qaranglar, shu qanaqa holatga keldi. Men tushunmadim. Agar kimdir shu narsaga aql yetsa va vitaminlarni tushunsa, menga odziv sifatida biror bir video chiqarishingizni xohlagan bo'lardim. Men baribir bunga tushunmadim, to'g'risi. Nimaga endi bunaqa bo'ldi? Nahotki biz mana shu narsani iste'mol qilamiz. Bu vitamin bo'lishi mumkinmi? Siz ham o'zingizdagi omega 3 ni tekshirib ko'ring, eksperiment qilib va kommentariyada javoblaringizni kutib qolaman. O'sha qaranglar qanaqa holatga keldi. O'sha teshib o'tibdi. Teshib, yonimga oqyapti. Shu darajada bu kislotami bu? Vitamin. Tushunmadim.